Josiya surasi Makka da nozil qilingan 37 oyatdan iborat. Josiya tiz cho'kib o'tiruvchi degan ma'noni bildiradi. Suraning 28-oyatida qiyomat kuni har bir ummat o'z taqdiri nima bo'lishini kutib, tiz cho'kkan holda o'tirishlari tasvirlangan. Shu sababli suraga mazkur nom berilgan. Surada Isroil avlodining Allohga nisbatan itoatsizlik va noshukrchiliklari, umuman insonning dunyo boyligiga ortiqcha mehr qo'yishi va baxillik qilishi mudhish oqibatlarga olib kelishi haqida tanbeh berilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Hamim. Hamim. Tanzilul kitabi minallohil azizil hakim. Bu Qur'on qudratli va hikmatli Alloh tomonidan nozil qilingan kitobdir. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Haqiqatan osmonlar va yerda mo'minlar uchun Allohning borligi va yagonaligiga dalolat qiladigan alomatlar bordir. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Yana sizlarning yaratilishingizda va Alloh yer yuziga tarqatib yuborgan jonivorlarda ham qat'iy ishonadigan kishilar uchun alomatlar bordir. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Yana kecha va kunduzning almashib turishida va Alloh osmondan yog'dirib, u bilan o'lgan yerni tiriltirgan rizq yomg'irda hamda shamollarning yo'naltirilishida aql yurgizadigan kishilar uchun alomatlar bordir. Tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Ey Muhammad, bular Allohning oyatlari bo'lib, ularni sizga haqqoniylik bilan tilovat qilib bermoqdamiz. Bas ular Makka kofirlari Alloh va uning oyatlarini qo'yib qaysi so'zga iymon keltirmoqdalar o'zi. Vaylul likulli affakin athim. Har qanday bo'xtonchi va gunohkorning holiga voy. Yasma'u ayatillahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adabin alim. U o'ziga tilovat qilinayotgan Alloh oyatlarini eshitar, so'ngra go'yo ularni eshitmagandek kibrlangan holda o'z kufrida davom etar. Bas ey Muhammad, unga alamli azob xushxabarini bering. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
qachon u oyatlarimizdan biror narsani bilib olsa, uni masxara qilur. Ana o'shalarga qiyomatda xor qiluvchi azob bordir. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. Ularning ortida jahannam bor. Topgani boylik va farzandlari ham, Allohni qo'yib tutgan do'stlari ham ularga biron narsada asqotmas. Ularga ulkan azob bordir. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Ushbu Qur'on hidoyatdir. Parvardigorlarining oyatlariga kofir bo'lgan kimsalar uchun esa alamli uqubat azobi bordir.